yaxshi deb bilganmiz. Ammo lekin Chelakbog bizni sotib ketdi. Aynan odamlarga u juda ham yaxshi qobiliyatlari bilan, eng zo'r odamlar bilan qutqargan, lekin endi u odamlarni o'ldirishni boshladi. Aynan shundan boshlandiki, endi bildim. Aynan uni o'ldirish kerak. Hozirda militsiyalar uni qidirmoqda. Mana yangilikni mudari. Toms. Lekin buni tasodifiy deb qolsak ham bo'laveradi. Lekin uni qanday o'ldirishimiz mumkin ekan? Unga ko'ra uni uyimizga olib kelaylik. Aynan biznes class xolamizga. Lekin variant. Mayli. Jensen, nima uchun? Uni gaplariga kirishdi. Uni o'ldirish kerak. Men u haromni o'ldiraman. O'ldiraman. Xo'y. Sen kimsan? Meni qayerdan topding? Men seni telefondan topdim. Sen Peter Parker, meni ahvolimga tushgansan. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Men maniakning yoniga borishni harakat qilardim. Ammo lekin u maniakni derazadan kuzatib turardi. Qiz o'limidan oldin nima uchun o'lganini hech kim bilmaydi. Doktor Michael u qiz edi. Aynan lekin maniakni umuman ushlamas edim. Hozir sen kim bo'lding? Marraz maniak. Seni qo'lga tutdimmi? Marraz. O'shandan keyin men ham qoralay boshlashdi. Xuddi senga o'xshab holim shunday bo'lib qoldi. Mike, eshik ochiq ekan. Mike, shu yerdamisan? Chelakbog keldim. Arqingdagi tentak. Qalaysan Chelakbog? Yaxshi. Endi nima qilmoqchisan? Bankni sen YouTube kanal ko'rib o'tiribsanmi? Nima deysan endi? Qanaqa kanal ekan bu? Telegram kanalimni ochdim. Bu yerda Telegram kanal mana Germis channel. Bu yerda nima yozishimiz kerak bo'ladi? Aynan bu yoqqa kiramiz va Germis Mek yozamiz. Va bu yerda men chiqaman. Chiqqandan videoni mana shunaqa mod kanal sizlarni kutib turadi. Men o'zimni, personajimni modimni tashlab qo'ydim. Bu yerlarda juda ham ko'p modlar turadi. Aynan men o'zim tashlayotgan mana sizlarga Steve modini tashlab qo'ydim. Bu mod juda ham qiziqarli mod. Yaxshi kanal. Chelakbog uxlab olsam ozgina. Lekin charchaganman. Mayli, yur orqamdan. Yaxshi, lekin hozir Toms qayerda ekan? Bilmadim. Ko'chada yurgan deb o'yladim. Kecha bozorda ko'rgandim. Qurolingga nima bo'ldi? Bak bo'layotgan bo'lsa kerak-da. Mayli. Men hozir Tomsni yoniga borib ko'raychi. Mayli, omad. Xo'sh, hozir oldingi yillar Chelakbog. Guras. Chinarsan, Chelakbog chaqirdim. Oldida Mike turibdimi? Salom Chelakbog, qalaysan? Germis iflos. Chinarsan. Mike. Chinarsan. Nima uchun og'zini ochding? Nima uchun og'zini yopding? Sendan so'rash kerak uni. Men sizlarni baribir sotaman dedimmi? Sotaman. Shunda hozir mendan qocha olmaysan. Tushundingmi? Qocha olmayman. Aynan iflos. Aynan deganimda nimaga sen gapirishing mumkin? Meni ismi Toms. Seniki esa Peter Parker, meni kechir. Peter, Marraz. Iflos. Harom. Mike, tuzukmisan?
Rahmat. Bu iflos o'zidan unaqa chiroyli pavuk va chaqib olgan odamlarga o'xshab ko'paytirsa, ko'plab odamlarni o'ldirishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasan. Ketdikmi? Ha, ketdik.